Blenderini opa turibdi. Bolasini ustidagilar juda yig'layaptimi, xafa bo'lyaptimi? Chunki bolasini qaranglar, itga o'xshab qolgandagilar. Juda buyurakalar, ana kvartirada turadigan joymi deyman, xolajonim. O'rmonga qarab turibdilar, qo'lida TD'si bor ekan. Bobakalar TD'ni tashlab yubordimi? Neto, voy akalar, xola jarlik tutaydan chiqib keldi. Akalar. Salom do'stlar, Ozodxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny 5 Time to Wake Up degan o'yin o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, xola 5 va uyg'onish vaqti degan do'stlar o'zbekchasi. Bobakalar, videoni boshlashdan oldin do'stlar, shu videoga bitta like va do'stlar bitta chotki kommentariy yozib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz do'stlar, shuni obuna bo'laverasizlar. Bo'lmasam do'stlar, biz sekingina video chanimizni boshlaymiz akalar. Короче, bu o'yinda nima bo'ladi degan bratanlarimiz uchun bobakalar, biz odatdagidek yashab turgan bo'lamiz akalar. Keyin shunday akalar kelamizda uxlab, tishimizda do'stlar Granny xolani uyda uyg'onib qolamiz akalar. Mana do'stlar, Granny xolani akalar uyda ham uyg'ondik 5 da akalar. Yaxshi akalar, mana bizni chiqishimizni kaldi akalar. Mana shu yerda turibdi. Granny 5 da akalar video olaman deb o'ylamadim akalar. Mana o'yatibmiz. Yaxshi, hozircha akalar yo'limizdan xola chiqmagan. Bu kalt yordamida mana bu yerda ochamiz shatkan. Bizga akalar tepadagi kalt kerak. Ya'ni akalar bu basenni kalti. Xola ham akalar xola tushmayotgan akalar yaxshi. Xo'p, demak bu yordamida bu yoqda ochamiz. Buni tugmani ham bosish kerakmi deymanda akalar, bosish kerak ekan. Xo'p akalar, eslatib o'taman. Bu Granny 5 o'yinining akalar eski versiyasi, yangi versiyasi yutish akalar YX ekan akalar. Shu sabab eski versiyasini akalar tortib qo'yaverdim. Bularda ustida akalar hech narsa yo'q. Odatda atvirka turardi. Toshlarda ham suramiz. O'sha akalarni jippa bilmayman, kabelmi akalar, o'shandaqa narsani yana bittasini topdik. Yaxshi akalar, mana shunaqadan 5 ta topishimiz kerak akalar. Menimcha u mana akalar endi 3 ta qoldi. Buni bu yoqqa tashlaymiz akalar. Narsalar topganimizni akalar yaqinlashtirib qo'yaveramiz. 2 marta tashlamayinda akalar, annag'ini xola ham eshitdi akalar, hozir pastga tushib keladi. Bo'rini eslasang qulog'i ko'rinadi, xolani eslasang to'qmog'i ko'rinadi degandek akalar, xola ham keldi. Bu yoqda hozircha ocha olmaymiz chunki narigi tarafdan yopiq. Xola, sizga balo bormidi? Shu tepalarda aylanib tursangiz bo'lmaydimi? 5 etaj chiroyligina uyingiz bor ekan xolajonim. To'g'rimi akalar? Ketdi akalar, xolani ko'rganimdan akalar men shatgan esimga tushib qoldi. Bobakalar, shatgan mana shu yerda turgan bo'lsa kerak, bu yerga ham qopqon qo'yib qo'ygan. Xolajonim hozircha chiqmayotgan ekan akalar. Yaxshi. Akalar, men shatkanni o'qi qayerdaligini bilaman. Buni ham olamiz. Bizning xonamizda ham bor. Keyin akalar shatkanni o'qi akalar tepada ham bor ekan. Buni qopqoniga akalar otib shatkanni tushirib qo'yamiz. Yaxshi xolajonim, kela qoling. Kela qoling xolajonim, reception akalar, qabulxona. Cho'ta buyur akalar, ana kvartirada turadigan joymi deyman xolajonim. Xola, odamlarni akalar mana shu yerga aldab chaqirib kvartiraga qo'yib, qo'lashmachoq o'ynaydigan joy ekanda akalar. Bilib qoldim. Xo'p, yaxlarni ko'ramiz. Mana chipmida akalar, bilmayman, o'sha nomini wire deb yozib qo'yibdi. Ana shunaqalardan yana 3 ta topishimiz kerak, atvirga topishimiz kerak. Yana akalar bir dunyoy balay-battarlar topishimiz kerak. Bu yerda ham ochib ko'raylikchi. Yo'q akalar, bu yerda hozircha hech narsa yo'q. Xo'p akalar, mana yana bitta topdik. 2 ta qoldi akalar. 2 ta qoldi. Xolajonim, do'stdan o'tib ketamiz. Endi kechirasiz xola. Ustingizdan o'tmoqchi emasdim. Mana shu yerlarda ham akalar odatda bo'lish kerak edi. Yo'q ekan. Mayli akalar, lekin Granny o'yinida hech akalar bunday o'taydigan joy yo'q edi do'stlar. Mana Granny 5 eski versiyasida qo'shibdi. Nasib bo'lsa do'stlar, yangi versiyasida ham video olaman akalar. Xo'p, davay akalar, mana tushib oldik. Buni mana bu yerga qo'yib turamiz. Hozircha bizga atvirka kerak. Buni ochamiz. Bu eshikni ham och. Yaxshi, shu tepalar tekshirishimiz kerak edi-yu. Buni xola turib qolami deb o'ylayapman-da. Mana bu yerlarda ham akalar tekshiradigan joylar bor. O'sha yerlarda ham tekshirib olaylik. To'g'rimi, ichida narsa barsa bo'lsa akalar. Mana shu Granny 5 videosini ko'rganimda akalar, menim juda ham o'ynagim keldi. Lekin akalar, hozir o'ynayotganimdan juda ham xursandman. Qandaydir menga yoqyapti akalar. O'yin juda ham zo'r ekan. Bu o'yinda linkini akalar tashab qo'yaman. Telegramimga akalar sal keyinroq tashlayman. Play Marketda linkini tashlayman. Mana akalar, yana bitta topdik. Menimcha yana nechta kerak akalar bizga? Bilmam, 5 ta bo'lish kerak edi. Menimcha yana bitta qoldi deb o'ylayman. Vaqtlarda ham tekshirib olaylik-chi. Xola uyg'onishidan oldin uyg'onsa tekshirtiraman akalar. Bu xola bilmayman, quvalayveradi. Keyin do'stlar, mana shu Granny 5 eski versiyasida juda ham bir zo'r bak bor. Xola oldilaringga kelsa akalar o'tirib bo'lsalaring, xolajon tutolmaydi. To'g'rimi xolajon? Xola ham yotibdi.
Eng yomoni bundoq xola qayerdan chiqib kelishini bilmayman. Yangi versiyada mana shu yerda tog'ayam bo'lardi akalar. Xo'p, chip qotdi ekan, chip yaxlarda yo'q ekan akalar, pastda ham hech narsa yo'q. Tog'ani xonasida akalar shkaflarni ham bir tekshirib olishimiz kerak. Xo'p akalar, bu yoqlarni ham tekshiramiz. Yo'q akalar, hozircha hech narsa yo'q. Bu yoqda ham shkaf bor ekan. Bu yerda yoshinsagan bo'lar ekan akalar shkafda. Xola uyg'onmabdimi-kana? Bilmayapman akalar, bu necha sekundga ketdi? 150 sekundmi? Ancha muddatga ketibdi akalar. Xo'p akalar, bu yoqlarni ham ochamiz, bu yoqlarni ham. Ana gazni o'chirayotgan narsani ham topdik akalar. Olovni o'chirib, keyin biz narigi tarafga o'tsak bo'lar akalar. Xo'p, bu yerda menimcha tekshirib bo'ldik akalar. Yana tepadagi etash qoldi. Xola uyg'onibdimi-kana? Shu pastdan ham chiqib kelishi mumkin-da. Birovatishga quvondaysan deb akalar. Shatkanim qani edi? Shatkan jonimdan oylanay, xolajonim kela qoling, yo ovoz chiqarish kerakmi akalar? Yana xolani chaqirish uchun. Xola, ovqatdan kelasiz, tepadan kelasizmi, pastdan kelasizmi, yonboshdanmi, orqadanmi? Yo'q, orqadan kelmang xolajonim, orqadan kelmang, shu yonboshdan yoki oldidan, pastdan o'sha yoqlardan kelsangiz bo'lar. Xola uyg'ongan akalar, ana men sizlarga nima degandim? Xola keladi degandim-mi? Sizlar yo'q dedilar, mana akalar, xola kelib o'tiribdi. Davay akalar, chiqib ketamiz. Xolani bosib o'tib ketdik. Lekin do'stlar, boshqasida xolani bosaman desalar ustidan o'tmay qolar. Grenni 5 dakika o'taverar ekan, lekin shatkanni shu ko'rinadigan joyga tashlab qo'ydik. Esdan chiqib ketmasa bo'ldi. Xo'p akalar, xola mana shu yerdan uyg'onib ketdi. Mana akalar, eshiklarni ham o'zi ochib ketgan. Xo'p, bu yoqlar ochilmaydi. Bu yoqlarda ham hech narsa yo'q. Yaxshilab tekshirish kerak. Xo'p, tualetini ham tekshirib beraylikchi. Hech bola yo'qmikan? Yo'q akalar, hech narsa yo'q. Endi mana bu yerda nima bor? Atverga bor ekan akalar. Yaxshi, atvergimizga kerak bo'lar. Qani birachika olib, bu yoqlarni tekshiray desam, ochilmas ekan-ku akalar. Birdan akalar, mana yoqlarni ham tekshirib olay debman-da akalar. Xo'p akalar, ko'rib olamiz. Keyin akalar yana biron narsa bo'lsa qaytib kelamiz. Yo'q bo'lsa akalar, qaytib kelib o'tirmaymiz degan maqsadda akalar birdan ko'rib olaylik. Xola ham uxlayotgan bo'lsa kerak. Nima bo'lsa ham mana shu men turgan xonada akalar tirilib birochika qondaysan demasa bo'ldi, bu yo'q ochilmas ekan. Keyin akalar kitobni ham topishimiz kerak edi. Kitobni topadiga mayli akalar, keyinchalik topsak kerak. Xola ham akalar yalpayib yotgan ekan. Yaxshi akalar, yalpayib yotgan akalar bizga foyda beradi. Xo'p, akalar, mana atverkani ham topdik. Endi bunavini ochsak bo'lar. Qani birachika 4 ta bolt bor ekan akalar, o'zi shuni yechib tashlaymiz. Qani ochil. Atverkani mana shu yerga qo'yib turamiz akalar. Hali bizga juda ham kerak bo'lar. Tepadan tashlagan narsalarimizni akalar sekinlik bilan olib kelaveraylik-da. Eng yomoni akalar, men bir narsani ko'rib qoldim akalar. Bir marta o'ynayotganimda xola akalar bizni xonamizdan ham tirilib kelar ekan. Shunday akalar, chiqsam shuni bizni xonamizdan akalar xola chiqib turibdi-da. Yomon qo'rqitib yubordi bu. Xola odam bo'lmaydi bor-ku. Xo'p, 3 tani qo'ydik akalar. Qani birachika olay. 3 tani qo'ydik akalar mana. Yana 2 ta qoldi. 2 tani ham olib tashlavdim menimcha. Bu atverka. Bu nima? Bu ham jip ekan, kaltmikan deb o'ylabman. Mayli akalar, yana qo'yamiz. Menimcha bitta qoldi. Yo'q akalar, hammasini qo'yibmiz. Yaxshi, endi akalar hovuzni ishga tushirib beramiz. Короче, bu nima desalar akalar, hovuzni quritadi. Xola kiymayapsizmi? Xola jonim, gazni ham o'chiradigan narsani akalar birdan olib borib qo'yib qo'yaylik. Ehtiyotgina bo'p akalar. Xola mana hovuzni ham akalar ustida lattasimi bilmayman akalar. Salafanmi nimadir yo'q qo'yibdi akalar, o'shani ham hozir olib tashlashimiz kerak. Xo'p, birinchi bu toshni surganmizmi? Akalar, bu tosh surilgan ekan. Hozir surilmagan toshlarni akalar sekingina surib chiqaramiz. Xola ham bizni xonadan tirildi. Boyagina sizni eslab turdim, xolajonim, urmay turing. Shundaygina toshni surib olay. Yaxshi xolajonim, endi ursangiz ham bo'ladi desam aldagan bo'laman. Urmang xola. Urmang. Xola kelyapti akalar. Hech narsaga ulgurmaymizmi deyman-da akalar. Xolani yana bir partiya uxlatishga to'g'ri kelaman deyman-da. Xola, sizni ana uxlatmoqchi emasdim. Qayerga ketyapsiz? Bu yoqqa xolajonim, bu yoqqa. Izingizga qayting xolajonim. Izingizga qayting. Xolajonim, ana izingizga. Yaxshi akalar, tushib ham ketmadik. Mana tayini ham quritdik akalar. Hozircha o'yinimiz yaxshi ketyapti akalar. Xo'p, endi tepaga chiqib akalar, buni xolani otib qo'ymasak, qayerga borsak akalar, shaqib boraveradi akalar izimizdan. Shotganni qayerga tashlavdim akalar? Mana shu yerga tashlavdim-da. Qani shotgan? Shotgan qani akalar? Shotganimiz qayerga ketib qoldi endi akalar? Shu atroflarga tashlamovdikmi? Kitobni ham topishimiz kerak. Hali shotganni shu yerga tashlavdim akalar. Aniq eslayman-da, tog'ani xonasida emas.
tepada mas menimcha akalar kitob bor ekan akalar, mana bu yerda kitob bor ekan. 865 994 865 994 esimda qoladi deb umid qilaman. Esimda qolmasa akalar yana qaytishga to'g'ri keladi. Bu yoqda ham bitta xona bor ekan. Silindrin opani iynasini kimdir osib ketdi. Bu yerda chiqish bor ekan akalar. Lekin akalar hozircha bu chiqish ishlamaydi, chunki akalar bu yangi versiyasi uchun biz esa akalar eski versiyasini o'ynayotibmiz akalar. O'zlaring ko'rganlaringdek qolov qotasiz a. Men shotganim qani a? Mani shotganim qani? Qolov shotganini bilmaysizmi? Qo'yerdaligini voy. Xolajonim kelayotgan ekan. Eslagandayman-da mana. Aytdim-ku akalar, eslagandayman dedim-u, men sizlarga xola kela qoling xolajonim. Xola menimcha akalar kelsa kerak, chunki meni ko'rdi akalar. Men shu yerga kirayotganimda ham ko'rdi ana akalar. Xolov keldi. Yaxshi akalar, mana shotganni otgan paytlaringda ham bir xil payti bak bo'lib qop. Mana xolaga akalar tegmay qolay degan odati bor ekan bor-ku. Yaxshi akalar tegdi. Xo'p, birdaniga akalar pizzaga ham akalar buyurtma berib qo'yamiz. U pizzada qiz ham akalar bizga bitta silindrin opani rasmini olib keladi. 865 994 bo'lsa kerak, bilmayman. Esimda qolgani shu akalar, esimdan chiqib ketgan bo'lsa ham endi aybga buyurmaysiz. Bo'ldi. Siz pizzaga buyurtma berdingiz, deyapti akalar. Yaxshi, endi atverkani olib akalar pastdagi narsalar ochishimiz kerak. O'tay birachka. Qani atverkani akalar mana shu yerga tashlavdik. Yaxshi akalar, endi sakrab tushamiz. Mana shu yerlarda akalar ochishimiz kerak. Bu yerda ham akalar silindrin opani rasmi bo'ladi. Uni ham tepaga olib borishimiz kerak hali. Xo'p akalar, davay. Buni ochamiz. Qani birachka och, shuni ichida bo'lsin-da. Yo'q akalar, rasm buni ichida emas ekan. Mana yaxshi tekshiraylik akalar, rasm mana shu yerda ham bo'lishi mumkin. Qani birachka, bu yoqda ham och. Bu yoqda ham ochamiz. Bo'ldi. Namuncha kichkina ko'rinmaydi borku. Buni oq bo'lib turmaganda topolmasdim akalar, rost borku. Xo'p, birachka buni ham och. Rasm akalar mana shu yerda ekan. Yaxshi, atverka bizga birinchi navbatda akalar atverka kerak, chunki tepada o'taydigan yo'limizda akalar atverkasiz ocha olmaymiz. Rasmni ham keyin olib ketsak bo'ladi. Hali pizzachi qizni ham yoniga akalar biz kirishimiz kerak. U ham savol javob qiladi akalar. Bilmayman endi savoliga nima deb bosish kerak. Xo'p akalar, hali kelmabdi akalar bu pizza. Bizni pizzamiz kelmabdi akalar, mayli. Endi pastga akalar rasmni ham olib chiqib tepaga yaqinlashtirib qo'yamiz. Men o'ylayapman akalar, bu Granny 5 videosini ko'rsam ham hech qaysi ingliz ham akalar boshqasi ham tutilmadi. Menimcha bitta hayot bersa kerak deb o'ylayapman akalar. Yana ham bilmadim, shuni bitta tutilganidan keyin shuni o'ylab qolsam akalar, dabdala yig'lab boraman akalar. Shuncha o'ynab kelib akalar, keyin o'ylab qolsalang. Xola tirilibdimi kana? Xola tirilmadingizmi? Xola ham akalar ayni yalpayib yotibdi, demak tirilmagan ekan. Shotganni olib qo'yamiz akalar, chunki xolani ham tirilaydigan vaqti kelyapti. Xola tirilmagan akalar, lekin men eshikni ochilish ovozini eshitdim-da hozir. Shunga ikkilanib qoldim-da, xola tirilibdimikan deb. Menimcha boyna chaqirgan pizzamiz keldimi deyman-da, eshik ochilgan ovozini eshitdim-da. Buni pizza kelibdi, seni bu yerda ko'rishni kutmagandim, deyapti akalar, qiz aytayapti. Xo'p, mayli akalar, pastayni bosib beramiz. Menda vaqt yo'q, senga yordam bermoqchiman, deyapti. Iltimos meni bu yerdan olib chiq, dahshatli tishdan. Men nima deyapti akalar, senga yordam beraman deyapti akalar, keluvchi qiz. Men senga pizza olib kelganim yo'q, deyapti. Lekin senga olib kelgan narsam senga bu yerdan qochishga yordam beradi, deyapti. Rasmni otib o'ynab yotibdim, xola kelib qolmasin akalar. Eshikdan xola kirib keladi ekanday tuyulyapti-da. Sekin chiqamiz akalar. Xolani akalar yana bir partiya uxlatib qo'ysak akalar, vobsheta yaxshi bo'lardi-da. Shotgan uchib ketdi akalar, mana yoqqa. Xolajonim kela qoling, ovoz chiqardik. Xola turgan akalar, men basharam sezyapti. O'zlaring bilasizlar akalar, xoladan tayoq yeyvergandan keyin o'zi xola turgan bo'lsa akalar bashara sezadigan bo'lib qolar. Akalar kutish kerak, yana akalar xola kelyapti akalar. Davoy xolani otvoramiz shu yerda. Yaxshi akalar, 150 sekundga ketdi, menimcha 150 sekundda hamma narsaga akalar ulgursa kerak. Har doim akalar mana shunday qilaman-da, xolani kutmayman-da akalar, chiqib boraman-da, yaxshigina tayoq yeb akalar, tayoq yeb xolani akalar kutaydigan bo'lganman men ham. Ko'p rasmni bayqa tashlaymiz. Yana akalar pastda bitta rasm bor. Atverkani olib keldimmi, yo'qmi? Menimcha shu atverkani hali olib kelganim yo'q. Mayli akalar, bu rasmni ham tepaga olib chiqamiz. Silindrin akalar opan rasmi. Xo'p,
Bu rasmda ham mana shu yerga tashib qo'yamiz akalar. Yaxshi, endi izimizga qaytamiz. Atverkani olib kelish kerak edi. Qotdi yopdi akalar. Chuta qandaydir taqshat qotib oldi borku. U atverka mana shu yerda ekan. Xo'p akalar, endi tepaga chiqamiz akalar. Sekingina xola uyg'ongan bo'lishi mumkin akalar. Aytib bo'lmaydi bu xolani akalar. Men odatini bilaman. Xo'p, endi mana bu yerga o'tiramiz. Yaxshi akalar, bunda 4 ta emas akalar, tepada 2 ta bolt bor ekan. O'sha boltda akalar atverka bilan ochsak, mana akalar olam Guliston. Endi bu yoqqa o'tsak bo'ladi atverka. Endi bizga kerak emas, mana rasmlarni olib tepaga olib chiqishimiz kerak. Mana akalar buni suramiz, qani birachka suril. Yana akalar bitta bo'lsak, mana akalar to'g'rilandi. Tepani ochamiz va akalar mana tepaga chiqamiz. Bu xolani uyiga tushunmayman akalar. Mayoqmi bu yo uymi yo dommi? Vapshita akalar odam tushunmayapti. U mana akalar Slendrin opani kitobi, buni tepaga qo'yamiz. Yaxshi, endi bu kitobga akalar bitta mana rasmlarni taxlashimiz kerak. Yana akalar ikkita rasm qoldi. Ikkita rasm ham pastda bo'lsa kerak-a. Akalar ikkita rasm ham pastda ekan. Yaxshi. Bu o'yinda oldin ham 1-2 marta o'ynab ko'rgandim, lekin umuman yutolmagandim. Tushib ketdi birachka. Bu najibga o'xshaydigan narsani akalar topolmadim. Yaxshi akalar, bu qo'l omadimiz keldi degan akalar, tovuverdik. Bitta rasm qoldi akalar. Shu pastdan akalar bitta rasmni cho'pgina borib olib kerak, mana bu rasm. Yaxshi akalar, endi tepaga chiqamiz. Bu rasmni akalar qo'yib yuborsak, biz Slendrin akalar opani oldida paydo bo'lib qolishimiz kerak. Qani birachka, yaxshi akalar, mana kitobni ham qo'ydik. Slendrin akalar opani rasmi to'liq bo'ldi akalar mana kitobga. Endi nima bo'lyapti? Mana Slendrin opani g'origa qo'yay. Slendrin opa o'zingizni bosing. Itim jimirlab ketdi. Opani g'origa tushdik. 4 ta kitobni yig'ishimiz kerak ekan akalar. Yaxshi. Menimcha 8 ta kitobni oldin ham yig'ganman akalar. Ko'p marta Slendrin opani o'yinida 4 tani yig'ilsam kerak akalar endi. To'g'rimi akalar? Xo'p, endi bu yoqqa chiqamiz. Bu yoqlarda yo'q akalar, eshiklar ochilmas ekan bir xillari. Buni ochamiz. Mana akalar ichida bitta kitob bor ekan. Yaxshi, hozir emas deyapti akalar. Demak, hozir ochilish kerak emas ekan. Bu yerda ko'ramiz. Mana akalar yana bitta kitobni topdik. O'sha ikkita kitobni topib qo'ydik mana akalar. Bu degani loy degani emas akalar, bu degani cho'tki degani. Shkafni ochdik, bu yoqda ham ko'rdik. Yo'q akalar, hech qanday kitob yo'q. Xo'p, demak bu yoqda ham ochamiz. Bu yoqda kitoblarga o'xshaydi akalar mana. Oqidan ko'rdim akalar, oqi pastdan ko'rildi. Xo'p akalar, bu yoqda ham hech narsa yo'q ekan. Demak akalar, yo'limizda davom etamiz akalar. Bor yo'g'i bitta kitob qoldi, qani birachka. Bu yerda ham tekshiramiz. Xo'p, bu favvoranikimi deymanda akalar. Bu yerga qanday qilib sig'dirgan eshikdan akalar? U anoku Grenni xola akalar beshikda terbatyapti. Juda Slendrin opani akalar beshigimi deymanda. Yana ham bilmadim, shunday deb o'ylayapman. Nima bo'lib qoldi? Mana bizga nimadir bu yerda akalar undan ham 4 yig'ishimiz kerak ekan. Qo'shsa akalar 8 ta bo'ladi kitob bilan akalar. Secret, короче, sirli bo'laklar deyapti. Mayli akalar, o'shani ham yig'ib qo'yamiz. Hozir emas deyapti. Bu yoqda yo'l yo'q ekan. Mayli akalar, boynaga joyimizga aylanib akalar qaytib kelib qolgan ekanmiz. Xo'p. Qayerda ko'rmadik? Menimcha ham yerda ko'rgan bo'lsa kerak, hozir emas deyapti akalar. Qayerda ko'rmagan bo'lishimiz mumkin akalar. Menimcha ham yerda ko'rdik. Bir xil eshiklar ochilmayapti hamda u anoku Slendrin opani akalar inasku. Bu ham akalar qandaydir beshik terbatyapti. Menimcha u beshikning ichida Slendrin opa bo'lsa kerak akalar, yana ham bilmadim. Bu ham bizga qandaydir lattami bir narsa berdi akalar, o'shani ham olib qo'yamiz. Yaxshi, 3 ta narsa topishimiz kerak edi akalar. Odam adashib ham ketyapti akalar, qayerga borishga borku. Xo'p akalar, qayerlardadir yuribmiz, o'zim ham bilmayapman akalar. Bu vapshita adashib ketdim akalar. Ochilama. Akalar ochilar ekan, lekin hech narsa yo'q. Bu yerda ham eshik bor ekan. Yaxshi akalar, mana Slendrin opa turibdi. Bolasini ustida akalar chuta yig'layaptimi, xafa bo'lyaptimi? Chunki bolasini qaranglar, itga o'xshab qolganda akalar. Mayli akalar, hech qisi yo'q. Bitta kitob bilan bitta narsani bo'lagini ham berdi. Bor yo'q akalar, boynay narsani bitta bo'lagini topsak akalar, bu o'yindan suramiz. Endi qayerga borishimiz kerak ekan? Adashib qoldim akalar, chuta labirint. Picha bo'yi Slendrin opa qo'rqitib yubordingiz u. Vapshita akalar, mana labirint yomon chalkash ekan borku. Adashib qoldim akalar rosti. Xo'p, mana akalar, chiqish eshigini bosdim.
Silendrin akalar opa o'rmonga qarab turibdi akalar, qo'lida Teddisi ham bor ekan. Xo'p akalar, Teddini tashlab yubordim-a. Teddini nimaga tashladi akalar? Chunki deganda men Silendrini opani Teddisiz tasavvur qila olmayman-da akalar. Ikkalasi bir ajralmas narsada akalar. Teddini tashlab yubordi. Endi menimcha qaytib ololmasa kerak. Bizga ham akalar mana bitta bo'lakni berdi. Silendrin opaga akalar yomon achindim-da, Teddisini tashlab yubordi akalar. Yomon achindim akalar. Mayli akalar, mana o'yinimiz zagruska bo'lyapti. Chunki men Silendrin opani akalar Teddisiz tasavvur qila olmayman. Ikkalasi ajralmas narsa. Silendrin opa bu Teddi degani, bu Teddi degani. Teddi degani Silendrin opa degani. Yopilib qopdimi? Juda uy o'zgarganmi deyman-da akalar. Qandaydir o'zgargan akalar rosti. Xo'p, bu yoqda o'tchamiz, hamma eshiklar tambalab tashabdi. Mayli akalar, bu yoqda ham ochamiz. Qani birochiga. Voy, qandaydir akalar devor paydo bo'lib qoldi akalar. Uy akalar uje qimirlab boshlayapti. Qani birochiga yugur. Zilzila bo'lyaptimi deyman-da akalar. Qani birochiga yugur, uy qulab tushadi. Heyna akalar, mana chiqish eshigini ko'ryapman. Xo'p akalar, mana bu bo'laklar chiqish eshigiga qo'yilar ekanda akalar. Endi bildim akalar. Lekin odatda Granny'ni boshqasida akalar boshqa kalit paltlarni yig'ish kerak edi. Akalar, mana eshikni ochdik. Orqaga qarayapmiz akalar. Yaxshi, ana turq sovuq akalar, xola ham yo'q ekan. Bu grafikalarni qaranglar akalar, qochish sahnasi oydi qaranglar akalar. Vobshida dahshat u. Biz jarlikdamizmi akalar? Jarlikdamiz. Qayerga qochamiz akalar hozir? Jarlikda turibmiz-da. Nimadir bo'lyapti akalar, uyni kattaligini qaranglar bu uyda. Xo'p akalar, nimadir netto akalar, nimadir netto. Voy akalar, xola jarlik tutaydan chiqib keldi. Akalar, bizni ushlab akalar tortib olyapti. Qani birochka, tushib ketma birochka. Yo'q akalar, tushib ketdik. Hozir endi akalar nima bo'ladi? Biz uxlayapmiz. O'yindan qochdik, lekin akalar xola oyog'imizdan ushlab bizni ham akalar tortib oldi. Jarlik akalar o'zi ham qo'shilib hozir tushib ketyapti. Bilmayman, o'yinning tugallanishi shunday ekan. Endi bu akalar yomon tugallanishmi, yaxshimi? Bilmadim akalar. Bizga o'yinda yaratishda qatnashganlarda akalar, shu kompaniyada ishlaydigan odamlarda akalar anosini qo'yib beryapti yozuvlarni. Granny 5 time to wake up degan yozuv chiqdi akalar. Endi nima bo'ladi akalar? Xo'p, nimadir bo'lyapti akalar. O'zimizda uxlagan xonamizda uyg'ondik. Demak, bu yoqqa qarayapti. Xola yo'q akalar. Eng asosiysi akalar, xolani is kelmayapti. Yana bir achik akalar. Qaytib uxlab oldi. Nima bo'lyapti? Kimdir eshik qo'ng'irog'ini chalyaptimi, kimdir taqillatyaptimi? Bilmayman, cho'ta kimdir keldi akalar. Endi qutuldim deb turgan paytimda akalar kimdir keldi. Xo'p, birachik akalar eshikni ochyapti. Men boshqarmayapman akalar. Birachikani o'zi boshqaryapti, svitlarni yoqdi. Heyna akalar eshik tomonga borib qarayapti. Xo'p akalar, mana eshikdan bo'lyapti, hech kim yo'q degan xodimga xola chiqdi. Xo'p akalar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Yoqqansa bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddaman.